Bismillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabımızda bugün iman hakkındaki kitabındaki tövendeki babını okuyumuz. O bab bozumu fitneden kaçış dinin cümlesinde oradaydı. Belki din, iman, İslam mənası kelgen. Din mutlak telaffuz kılınan vaqtda, işletilgan vaqtida lug'atda hem İslamni hem imanni ko'rsatadi. Biladiki fitne nima degan vaqtida hamda fitneniki ma'nosi Qur'oni Karimda, hadislarda nayati ko'p qirliq ma'nolarga ega. Lekin biladiki nuqtliq ma'nosi nima degan vaqtida islomga ziyon elib keladigan yoki bir odamning musulmondochiligiga ziyon elib keladigan fitna fasodlar, yomon oqibatlar, ya'ni ijtimoiy yomon ahvollarni maqsad qilgan. Hamda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi shundoq deydi, bizga Abdullah ibn Mesleme hadis sözlep bergen idiydi. Undaqda Abdullah ibn Mesleme kim o degan vaqtda bu adamning ismi Abdullah ibn Mesleme ibn Qunab al-Harisi. Bu adam aynı devirdeki en katta hadis ravilerden. Bu adamning tigi Medinelik, Basrada yaşagan keyingi mezgillarda. Amma Medinada yaşagan vaqtida İmam Malik'te okugan. Hatta İmam Malik Muvatta namlı o'zining meşhur hadis kitabını bu adamning yerimini okup tanışatgan, bu adam yerimini İmam Malik tanışatgan deyildi. Bu adam İmam Malik'ninki en yakın şagirdlerden, en faqih özünki yakınlardan bulundu. Hicriye 130 yıl doğulup 221 yılı Mekke'de ölüp ketken. Endi ulamalar bu vaqtda bu adam to'g'riliq bergan baholardan İmam Zahabi rahmatullohi alayh shundoq deydi, bu adam Basrada yerleşken, Mekke'de ölüp ketken. Bu İmam Malik'ninki en ishonchli talibi deb sifatlagan. Hatta bu hafizdir, Şeyhül İslam'dır degan bo'lsa, Abu Zur'atur Razi men en ko'zimga issiq ko'rinadigan ulug' bir odamdan yozdim men deb shundoq degan bo'lsa, Abu Hatim degan muhaddis u odamdan men ensirmayman, chunki hujjat sifatli ishonchli odam degan. Shu İmam Zarkari rahmatullohi alayhi ishonchli hadis olimlaridan deb baho bergan. Undaqda hadis qabul qilinadigan mashhur ishonchli kishilar sanıldı. Bu adamınki ustazlardan mesela Şubat ibn Haccac, bu kişi neç katım öttü başta. İmam Malik, Leys ibn Sa'd, Katarlık meşhur hadis alimleri. Bu adam da okugan, bu adamınki hadisini tanışıgan alimler İmam Bukhari, yani görünüp duruptu. İmam Muslim, Abu Davud, Abu Hatim Razi, Abu Zur'at Razi, Katarlık katta aynı devirdeki hadis alimleri. Bu adam Malik'tin hadis sözlep bergen. Malik kim o degende Malik'ninki tercümali biraz öttü. Yani tekrarlap koyaylı. Bu adamın meşhurluğu kartta. Bu adamın ismi Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir el-Asbahi. Medine'de yaşayan. Hicriye 93. yılı doğulup 179. yılı. Yani miladiye 795. yılı ölüp ketken. Özü faqih, bir muhaddis. Şu İslam fıkhisideki en meşhur 4 mezhepninki bir bolgan Maliki mezhepninki asasçısı boldu. Bu adam ait bilimlik, özüne ait takva, hepsine ait güçlük adam bolğaçqa hadisine ait köp yadılgan. Onun üstüne tuncu qıtım hadis ilmida kitapni yazıp qaldırgan adam şu. Muvatta namlıq meşhur kitabı aynı devirde hiç qanday bir hadis kitap yazılmagan vaqtida birden-bir yazılgan kitap şu. Hadis ilmida. Ulamalar bu adam to'g'riliq nurg'un baholarni bergan. Mesela İmam Şafii shunaq deydi, ulamalarning ismi chiqsa İmam Malik yulduzdir degan. Ham tabiinlardan keyinki shu Allohning xalqi hujjat odam. Bu yerga hujjat hamda dalil isbotliq odam deydi. Hatta İmam Şafii bu adamniki kitabını tasvirlab, Muvatta kitabı bo'lsa İmam Malikniki, Allohning kitobidan keyingi eng to'g'ri kitob degan. O vaqtda İmam Buxoriyniki Sahih Buxoriy yezilmagan. Hem Sahih Buxoriy yezilganingizda, anda Sahih Buxoriy eng sahih kitob darajasida qabul qilingan. Bu odam fatvo ishlarida shundaq bir katta ulamo bo'lsin, ehtiyotlik bilan muomala qilganda, bular bilmayman degan savol javoblarni nayt ko'p bergan bu odam. Bu odamning hamda kichik vaqtida shu ilm o'qish jarayonidagi jafolari nayt ko'p, ixlos qilg'achqa shundaq mashhur olimlar bo'lgan. Aynı vaqtida hamda bu adamniki bir inisi bor ekanda. Shundan dadisi men aytgan shu vaqtdagi bir olim. Eshkisiga mas'ul tashlaydiganda javob bergan bolalar ham deb. Qolsa inisi javob berib, İmam Malik javob bermabdi-da. Shundan dadisi sal qayg'andek bo'lib,
Yani başka gap qilmay, sen şu keptancık bakaman dep sel bilip bulanmapsan da dep qo'yapti. Shu gap nayt egri kepti. Çünkü keptay vaqt ekan bu odam kichik vaqtida. Bak işimge ötep ketip dedi açıqlap. Men şunun yağı İbn Hormuz degan olimning qishida men 7 yil shu üzülmey hemravlap okudum deydi. Okudum. Bu adamniki ishkining oldiga kichik bir köpüdek bir narsa olib, aş adamni saqlab chiqishlik o'tirab kecha olsun kecha, gündüz olsun gündüz ağrılmaymış da ilimlerini ügünüp ilim tahsil qilgan dedi. Hatta muş ilim ügüniş jarayonida da şu mal dunyamı tapmay, hatta muş ilim ügüniş için sarf qilib üçün öyünün torusinin şu yağaçlarını setip aynı vaqtida şunu muş ilim izleş yolu sarf qilib muşundaq ilim ügengen. Japalık hem ihlas qalat bilen. Bu adam şu Medine'de ilim ügengen. O vaqtida Medine'de ilimning merkezi, bütün İslam dünyasındaki çoğun alimlar meşhurluk kelip, hadis sözlep, fıkıh meselelerini eğitip ketadigan bir o'rinda şu paytlarda. Bu zat hamda şu Peygamber mescidida ders ügetken, davamlılık taharet bilen taharetsiz kirip bakmagan deyildi. Hatta ki özünki ömrünün ahirki mezgillerinde şu bir suydik tamşıdığan bir kesel olup qılıp mecburi uydu turup qalgan. Mescidinde büyük kilenmegen. Nemiş kilenmeysiz dese men taharetsiz Resulullah'ın mescidine kilişini men qabul görmeyme degan şu derecede takva zahid ötkende. Bu adamniki şu takva kemterlik aletlerden hem de şu hadis sözlemek olsa taharet edip yoki juyunup sakallarını tarap nihayetli bir xil temkin salmaq holatda turib chaqchaq qilmagan holatda bir xil tavazu kamtarlik holatda hadis so'zlaydiganda bu nima qilmoqchilar degan vaqtda Rasulullah'ningki hadisini ham hurmatlashim kerak deb Rasululloh qilgan bir ehtirom asosida mustaqillatdi. Ondan başqa Peygamber sallallohu alayhi vasallamni ehtirom qilgan hurmatlardan bu adam Medine'de hem de özünün ayette teni acizlap qalgan bolsa-mı? Çünkü o iş qol palach tayak yap palach olab qalgan. Hiç çoğuyup qolishi qaramay bu adam şu Medine'de bir ulaqqa min paqqan emas. Medine'de nimishqa deganda Peygamber aleyhisselamның mübarek jestini öz qo'yniga olgan tuproqqa men ulaq minmayman deb. Hem de hürmetniki qilib yo'q, hem de İslam etiqadiga zid bo'lmagan ahvolda sizga har qanday hurmat qabul qilindi. Hem de bu ulaq minmanglar yoki mashin minmanglar demaymiz. Bunu teşebbüs qilmaymiz, ama bu adam mush derecede özü Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki bu tug'an joyini belki hurmat qilib ehtirom qilgan. Endi bu zat Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'a degan kishidan hadis rivoyat qilyapti Imom Malik. Bu kishi bo'lsa Hijriya 139-yil o'lib ketgan. İbn Hibban rahmetullohi alayhi aytdi, ishonchlik deb sifatlagan bu odamni. Zat o'ziniki dadisi rivoyat qilgan. Dadisining ismi Abdullah ibn Abdurrahman. Bunu İmam Nesai, İbn Hibban qatorliq kishilar buni ishonchlik odam deb sifatlaganida. Dadisi sahabi bo'lgan ekan bu kishiniki. Uhud urushi qatnashgan, Xolid ibn Valid bilan Yamama urushi qatnashgan odam ekan. Bu yerdagi Abdullah ibn Abdurrahman Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhudan hadis rivoyat qilyapti. Abu Sa'id al-Khudri bo'lsa ismi Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri. Bu adam Hijriya 74-yil o'lib ketgan. O'zi layt kichik sahoba. Nimishqa degan vaqtida Uhud kuni urushga borgan vaqtda Rasululloh kichik ko'rib qaytarib o'tgan. Dadisi bu urushda Malik ibn Sinan o'lib ketgan, shahid bo'lib ketgan. Peygamber sallallohu alayhi vasallam keyin yo'qlab kelgan bu kishini. Ballarni yo'qlab kelgan bu Abu Sa'id al-Khudriyni. Bu zat çoğun sahabalardan hadis rivayet qilgan, mesela Jabir ibn Abdullah, Abu Bakr Siddiq, Ömer radhiyallohu anhu qatorliq sahabalardan. Bu kishi mesela kichik sahabalar yoki keyingi tabiinlar hadis rivayet qilgan, mesela Anas ibn Malik, Amr ibn Sa'd, Abdullah ibn Umar ibn Khattab degandek. Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Avf tabiin mesela. Nafi ademi, Said ibn Musayyab bular emisi tabiinlar. Nayet ko'p, nayet bek ko'p. Bu adamniki 1170 tane hadisi var. İmam Bukhari ile Müslim 43 tane hadisini rivayet qilgan. İmam Bukhari'nin Sahih Müslim dilam, Bukhari dilam 16 tane hadis rivayet qilgan bu adamniki.
Bu müşinçilik bolsa bular bu kişinin tarihi hamda. Bu zat deydi o. Peygamber aleyhissalatu vesselam mundaq degan. Pat fursatda musulmonlarning eng yaxshi meli qo'y bo'lib qolishi mumkin. Shu qo'ylarni elib tog'ning cho'qilarida yomg'ir yog'digan dalalarda qo'ylarni beqib o'tlatib yurdi. Sabab nima deganda bu shu dinini, imonini fitnadan saqlash, qutqizish uchun mushta tog' turalarga, dalalarga chiqdi deb Peygamber sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Bunda avvallar degandek bo'lgan mesela Ali ibn Abu Talib bilan Muaviyaniki davridagi fitnalarda bir qism ko'p sahobalar, tabiinlar bu fitnaga aralashmay, bu yiroq yurtlarga, tog' turalarga chiqib ketgan. Mesela Selamet ibn Akva degan sahoba deymiz. Abu Zar degan sahoba deymiz. Bular bu fitnalarga qatnashmagan. Yiroq tog'larga, shu sahrolarga chiqib ketgan bular. Mush hadislarga qarata ulamolar mushu jamoat bilan xalq bilan oralashib yashash afzalmi yoki ayrim yagona chet dalalarga chiqib o'ziniki dinini, e'tiqodini saqlab yashagan afzalmi degan masalalarda ixtilof qilishgan bo'lib, Ihya Ulumuddinda bu to'g'riliqda tafsiliy ma'lumotlar berilgan. Imom G'azaliyning ko'z qarashida bundaq masala mutlaq emas. Mesela bazı adamlar için xalq bilan oralashib yashash afzal, ba'zi odamlar uchun ayrim yagona holatda yashagan afzal. Sharoit ve makan qarta shu odamninki ta'siriga qarta, foyda ziyni qarta shu xalqqa yoki o'zininki dinni saqlab qolishga mush jihatdan cho'rdigan avval qarta buni hukm pichildi. Lekin ma hadisninki bizga beradigan hukmi hamda o'zining dinini, e'tiqodini, imonini saqlab qolish uchun fitnadan ensirgan odam cho'qim yagona yolg'iz fitna yo'q yerlarda yashagan afzal degan ma'noni bildirdi bizga. Şolaşqa İmam Şafii, İmam Nevevi qatarlıq alimlar shu jamoat bilan xalq bilan millat bilan aralashib yashagan yaxshi. Shu orqali musulmonlarning sonini ko'paytirish, o'zining yaxshiligini shu xalqning orasida taqtish, kasallarni yo'qlash, salom berish, salom sho'arini amaliylashhtirish, amr ma'ruf nahi munkar bilan shug'ullanish, yaxshilikda o'zaro hamkorlashish, hojatmanlarga yordam berish, jamoat so'riniga qatnashish qatorliq ishlar bu odam ajrilib qiladigan ishlar. Şuna bunu aralashib yashagan yaxshi deb qaragan. Ammo undan boshqa ulamolar yo'q. Agar diniga ziyon yetadigan ish bo'lib qolsa, ayrim yagona aralashmay yashagan bu afzal degan qarashni yoqlagan. Ayni davrdagi bir qism ulamolar bizningki so'rovlarimiz, hozirgi jamiyatdagi so'rovlar gunoh ma'siyatdan xoli emas, shuning uchun arilib yashagan afzal debdi. Bugun ko'rmagan, bugungi davrda ko'rsa ular nima deyapti, uni noma'lum. Birisi bu hadis hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki bunda möcüzlik sözleriniki biri. Hem de ahir zamanda keyinki mezgillerde bir de bütün başlatlarındaki bulduğallığı hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gaybi haber bergenlikniki ispatı bu yana. Birisi bu yerde koy dep yerde kayıt kılıp koydu. Demiş ki vaxtida koy hem de haram yoki şubilik neslerden köp yirak hem de. Bu özlükden yetilip özlükden avıp köpüydüğün bir hayvanat. Hem ondan başka bütün peygamberlerinki şu o'ziniki baqqan hayotida ko'ngan bir hayvonlarniki biri. Buniki chiqimi dadinayt ko'p emas, foydasi nayt mo'l. Undan boshqa boqmoq, haydamak nayt qulay, o'ng'ay bo'lg'achqa. Sallallohu alayhi va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.